Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuni 21-iyunni tartib rasmiy ijro qilinishga boshlagan bo'lib, bir qism taratqular buning Amerika shirkatlari va iste'molchilarga ko'rinarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligini o'tirib qo'ydi. New York vaqt gazetasining xabarida mazkur qonunning dunyodagi nurg'un mahsulotlarga ta'sir qilishi mumkinligini, jumladan Sharq Turkistondagi xom ashyolarni ishlatiladigan yoki majburiy emgak chetishlik deb qaraladigan mahsulotlarga, hatto oxirgi hisobda Sharq Turkistondan kelgan xom ashyodan foydalanib ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini bildirdi. Ta'minlash zanjiri texnik shirkati Altana Alning bosh ijroiya amaldori Ivan Simsning aytishicha, uning shirkatining hisob bo'yicha bo'lganda butun dunyodagi setish yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan 10 millionga yaqin shirkat korxonaning taxminan 1 millioni mazkur qonunning ta'siriga uchraydi ekan. Xitoyning ijtimoiy taratquv api bo'lgan TikTokning Amerika abonentlarining uchurlarini Beijingga yo'llab, Amerika abonentlariga oid hamma shaxsiy uchurlarni davomli Xitoyda to'playotganligi ilgari surilmoqda. Amerika xabarlar tori BuzzFeed yaqinda doklad e'lon qilib, TikTokning Amerika abonentlarining shaxsiy sonliq ma'lumotlarini davomli Xitoyda to'plaganligi, bu uchurlarga Xitoydan erishgili bo'lganligini ma'lum qilgan. BuzzFeedning aytishicha, TikTokning bir xodim o'tgan yil 9-oydagi bir yig'inda hamma uchurning Xitoyda ko'rilib turganligini aytgan. Aslida internet qarta qattiq tekshirish va cheklamalarni qo'yib kelgan Xitoyda yangi belgilamlar orqa-orqadan o'tirg'i chiqishga boshladi. Doiralar yaqinda Xitoydagi eng chong ilmiy jurnal Amri qarta bexatarlik tekshirish e'lon qildi. Buning bilan bir vaqtda Xitoy tor boshliq boshqarish idorasi yaqinda internet yo'llanmalarini boshqarish nizomiga tuzatish kirgizish loyihasini e'lon qildi. Buning bilan Xitoy hukumatining internetni qamal qilishi yangi pallaga ko'tarildi. Belgilamaga asosan ziyonli deb qaralgan yo'llanma yoki inkaslar e'lon qilinmasdan burun o'chiriladi. Xabar qilinishicha, Pokiston Xitoydan Timur ismli 054 atiplik ikkinchi qo'g'duvchi paraxodni topshirib olgan. Mazkur paraxod Xitoyning Pokiston dengiz armiyasi uchun yasayotgan 4 qo'g'duvchi paraxodning ikkinchisi bo'lib, yetkazilmoqchi bo'lgan ikki paraxodning qurilish bosqichi Xitoyda davom qilmoqda ekan. Fransiyadagi 3 chong energiya shirkatining bosh ijroiya amaldorlari fransuzlarning energiya sarfiyotini darhol azaytishga chaqirdi. O'rtaq bayonotda Yevropadagi ba'zi davlatlarda allaqachon qo'llangan keskin tadbirlardan boshqa klimat sharoiti va qurg'oqchilikning suv elektri ishlab chiqarishga ko'rsatilgan ta'sirni tilga olingan. Amerika taratqullaridagi xabarlarga qaraganda, hafta oxirida Chikagoda ko'p qitim itish yuz bergan. Hujumlarda 5 oylik bir buvoqni o'z ichiga olgan 4 odam hayotidan ayrilgan, 16 odam yaralangan. Bursa shaharlik hukumat tarafidan uyushtirilgan Turk dunyosi bolalar bayramida o'xshamagan rayonlardan kelgan Azari, Uyg'ur, Qirg'iz, Gagavuz va Turkman bolalari jam bo'ldi. Yerli kiyimlar bilan sahnaga chiqqan Azari, Uyg'ur, Qirg'iz, Gagavuz va Turkman bolalari naqsha va she'rlari, shundaqla folklor nomerlari bilan zo'r olqishga erishdi.